Xo'sh yigitlar, menimcha hammangiz eshitib oldingiz. Bugun esa hozir sizlar bilan dorini bekitishni o'rganamiz. Ya'ni bugun imtihon kuni ekan, shuning uchun albatta bekitib hammasini eplaysanlar umiddaman. Qani chumburchalar, ishqilab chumburchalaring katta bo'lib qolganmikin-a? Nima bo'lsa ham, qarochi, bugun juda ham ajoyib kun. Shuning uchun tez-tez boshlalaring. Yo'q do'stlar, nima bo'layotganini ham bilmayman. Juniorson hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Venus va yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ko'cha bolalarimiz do'stlar, Juniorson Blade nima qilamiz? Hozir o'sha yoqqa borishimiz kerak. Juniorson bu yoqda nima qilish kerak o'zi? Menimcha hozir mana shu yerga bo'lsa kerak. Kelinglar, mana shu yoqqa bekitamiz do'stlar. Mana shu yer bo'ladi. Da, xuddi shunday. Juniorson, bugun men imtihondan o'tadiganga o'xshayman. Mana buni qilib rasmga olamiz. Menimcha hech kim ko'rmayapti. Okey, bo'lmasa bu yoqdan sekinlik bilan qochib ketsak ham bo'ladi do'stlar. Qani, olg'a, yo'mayo gulni ham tashlab ketish kerak. Juniorson, bo'lmasa olg'a do'stlar. Hozir do'stlar mana shu tomondan o'tib olamiz. Albatta sizlar videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz shunaqa bir qo'rqinchli ishlar qilamiz. Tak. Do'stlar, mana shu tomondagi, mana bu mashina Juniorson. Okey, hozir do'stlar bizni yaxshi. Okey, hech bo'lib qilmayotgandek ko'rsatamiz va bularni olamiz. Juniorson. Yigitcha, bu yerda nima qilyapsan? Shunchaki yurgandim, janob. Yo'q, qoch bu yoqdan, Juniorson. To'xtab tur, to'xta, tezdim senga. Yo'q, do'stlar, qochish kerak bu yerdan. Juniorson o'zi bilan qo'layapti. Yo'q, tak. Juniorson hali ham kelyapti. To'xtab turasanmi, yo'qmi? Yo'q, Juniorson, yo'qolalaring. Juniorson, yo'q. Tak do'stlar, mana shu tomondan o'tib olamiz. Bekinib olish uchun bir joy qidirish kerak, Juniorson. Qayerga qoldi u, Juniorson? Yo'q, tez qidirsang-chi, fit. Hozir qidiryapman-ku, ko'rmayapsanmi? Yo'q. Juniorson, menimcha ketganga o'xshaydi do'stlar. Ha, ular ketibdi. Juniorson, okey, bu juda ham ajoyib. Sizlar yetsam tak, endi bemalol bu yoqdan ketsak ham bo'ladi. Juniorson, pullarni o'g'irlaganim ko'rib qoldi. Yo'q, mayli. Ish qilib yuzimni tanib olmagan bo'lsa bo'ldi edi. Tak, mana shu tomondan qochib ketsak ham bo'ladi do'stlar. Tak, okey. Tezroq qochib ketishim kerak. Xo'sh, mana bu yerga ham bekitamiz. Aytgancha telefon bilan rasmga olish kerak. Va bu yerda hech kim yo'q. Masofani ham rasmga olamiz va endi bu yerdan ketsak ham bo'ladi, Juniorson. Hech qilib kimdir meni ko'rib qolmagan bo'lsa bo'ldi edi. Lekin hali pasportim yo'qligini inobatga olsak, meni hech kim topa olmasligi aniq do'stlar. Bilmadim, balki topa olishar, lekin hali ko'zi kunida sinadi deganlardek, hali beri ko'zi singani yo'q. Shunday ekan, sizlar albatta videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu yerda politsiya xona ham bor ekan, Juniorson. Okey, mana shu yerda bo'lsa kerak. Tak, qani ichkariga kiramiz. Okey, yaxshi. Mana shu yerga bekitsak ham bo'lsa kerak. Ish qilib podyezdagi kimdir meni ko'rib qolmasa bo'ldi edi. Ish qilib muhimi shu bo'lsin-da, Juniorson tosh. Yo'q, bu yerdan ham rasmga olamiz. Okey. Juniorson naryoqda hatto politsiya ham bor ekan. Yo'q, qilib bilmadim, lekin yosh boladan kim ham masalan nima desam ekan, podozreniya qilishi mumkin. Bilmadim do'stlar. Tak, hozir momiqning yoniga borishim kerak. Xo'sh, mana shu yerga bekitamiz. Yaxshi, ajoyib. Momiq nima qolsan? Ana u yigit bizga nito qarab kelyapti. Venus, ehtiyot bo'l. Okey. Nima qilyapsan betda? Mani mahallamda. Shunchaki o'ynayotgandik aka. Mayli, o'ynayotgan bo'lsalaring yaxshi. Faqat o'tlarni uyilib daraxtlarga tegmalaring. Okey. Juniorson, bu ahmoq nima deyapti o'zi? Qanaqadir borzakon bo'lsa kerak-da. Gapingga qo'shilaman, lekin hozir qayerga borishimiz kerak? Boss chaqirgan, o'sha bossga borishimiz kerak va u yerdan keyin qandaydir yangicha topshiriq olishimiz mumkin. Topshiriqmi? Ha, topshiriq. Okey, mayli, nima desang shu. Hozir mana bu yerda Juniorson qani boss o'zi? Mayli do'stlar, tak mana bu yerga kirib ko'ramiz. Boss menimcha shu yerda o'tirar edi. Bilmadim momi qayoqqa ketdi, lekin nima bo'lsa ham yaxshilikka bo'lsin. Juniorson, men bunaqa ish qilayotganimni o'zi ham oqgarchilikda-ku, lekin pullar yaxshi. Janob boss, kiraver Vince. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilding? Hammasini topshirdim va pullarni ham oldim, notebook ham oldim. Okey. Tashqariga solib qo'ysang bo'ladi. Bularni berishim kerakmi? Albatta. Okey. Bu ichasizmi? Ha, ozgina ichib turaman, hech qisi yo'q. Bular kim? Bular yangi qo'shilayotgan bolalar. Yo'q. Okey, nima bo'lsa bo'ldi edi. Rahmat.
lekin ajoyib ekan. Ha, bo'pti, Vins gaplashamiz. Qachon chiqib ketasan bu yerdan? Aytgancha senga bitta topshiriq bor. Qanaqa topshiriq? Albatta, bitta mashinani o'g'irlashing kerak. O, juda ham ajoyib ekan lekin. Stop, mashina? Ha, mashinani o'g'irlashing kerak. Qanaqa mashina ekan u? Oddiy mashinani o'g'irlashing kerak. Haydashni bilsang kerak har holda. Ha, lekin bilaman, oldin o'rgatishgan. Okey, bo'lmasa bo'pti, boss. Jinsu qanaqadir mashina yo'qmi-yo'q, no, mayli, iloji boricha qimmatroq mashinani o'g'irlashga harakat qilamiz. Endi bilmadim do'stlar, hozir tashqariga chiqib tursak. Oppa, birinchi klient. Janob, shuni telefoningizni berib tura olasizmi? Mayli, kimga telefon qilmoqchisiz hozir? Ana u yerda qarang-da. Nima? Yo'qmi-yo'q, o'rini ushlanglar. Jinsu qochish kerak, yo'qmi-yo'q. Yaxshi. Jinursin, o'rini ushlanglar. To'xta, bolakay. Hozir tutib olsam bormi? Jinursin, seni uchiqo'rg'ondan ko'rsatmayingni. Yo'qmi-yo'q, onadan ketma, ahmoq. Nima? Hozir seni tutib olsammi? Hozir ko'rsatmasang telefon o'g'irlash qanaqa bo'lishini? Jinursin, yugurish kerak do'stlar. Yo'qmi-yo'q. Tak, naryod, laboratoriya naryoda mashina ham bor ekan. Jinursin, bilmadim nima qilsam ekan. Okey, bu yoqdan burilib ketamiz. Yaxshi. Ha, meni hech ko'rmay qoldi. Tak, kichkinaligim juda ham katta foyda beradi sizlarga aytsam, Jinursin. No, mayli, endi mana telefondek ham bo'lib oldik. Ajoyib mashina ekan-a, sizlarga aytsam. Hech kim yo'q atrof-muhitda. Tozaga o'xshayapti, Jinursin. No, mayli. Tak, mana shu yerdan qochib ketsak ham bo'ladi do'stlar. Okey, hech kim yo'q. Mana ketganga o'xshaydi. Ha, do'stlar, egasi ketdi, Jinursin. Yaxshi. Mashina ochiq qolgan bo'lish kerak. Ha, mashina ochiq qolgan bo'lish kerak. Da, ketdimi? Ha, ketdi, Jinursin. Yo'q. Ochiq ekan, yo'qmi-yo'q. Ajoyib do'stlar, endi bemalol mashinani olib ketsak bo'ladi bu yerdan. Yo'qmi-yo'q. Boss, bugun xursand bo'ladigan bo'ldi, Jinursin. Tak, mana shu yerdan burib olishimiz kerak. Okey. Yaxshi, ajoyib do'stlar. Men mazza qilib endi mashina haydashim mumkin. Har holda dadamni mashinasini o'g'irlab chiqmayapman-ku, lekin birovni mashinasini o'g'irlash undan ham battar bo'lsa kerak. Mayli, nima bo'lsa ham boss meni ancha xursand bo'lishi aniq. Do'stlar, mana shu yerdan burib olamiz, chunki ana u yerda politsiya turibdi. Uning ustiga pravam ham umuman yo'q. Shuning uchun uning ustiga pasportimning o'zi yo'q-ku. Qanaqa qilib prava bo'lsin, Jinursin? Ha, bizning markaz, Jinursin. Endi bu yerdan mendan boss juda ham xursand bo'ladi. Qaramang, qanaqa mashina olib keldim. Nima? Qanaqa yutding buni o'zi? Vins. Axir men Vinsman-ku, Jinursin. Yo'q, o'sha yerga qo'ysak ham bo'ladi do'stlar. Ajoyib. Okey, mana shu to'rga qo'ysak ham bo'ladi. Ha, mana shu yerga sekin. Okey. Yorug' qo'yamiz. Okey, juda ham ajoyib. Yaxshi, mana shu yerga ikkita parkovka qilib qo'ysak, umuman topa olmaydi buni egasi, Jinursin. Do'stlar, juda ham ajoyib. Uning ustiga bunaqa mashinalarda GPS ham bo'lmaydi, kamida elektronika bo'lishi kerak. Okey, do'stlar, endi bu yerga hech balo yo'q ekan, Jinursin. Okey, bo'ldi. Endi boss yoniga kirib uni mazgizini qo'taramiz, chunki bir to'la ikkitalab double qilganman. Bir to'la telefon bilan birgalikda mashinani ham olib oldim. Juda ham ajoyib sizlarga aytsam, hozir borib turib bossni xursand qilaman do'stlar. Tak. Okey, ikkinchi etajga chiqamiz. Juda ham ajoyib sizlarga aytsam, yo'qmi-yo'q. Hoy boss, Jinursin, eshikni oching. Kiraver, Vins. Manda juda ham katta o'lja topildi. Nima? Mashina va ketidan telefon. Yo'q. Ha, mashinani ham qo'yib qo'yganman o'sha tomonga. Naryoda turibdi. Yo'q. Vins, o'zi sen meni shogirdim bo'lishing kerak edi-da. Yo'q, qo'ysangizchi, sizni shogirdingiz emasman. Nima? Hazillashyapsanmi? Albatta hazillashyapman, Jinursin. Qanaqa qilib bossimga shunaqa deyishim mumkin? Albatta. Ha, bo'pti. Okey, bo'pti. Ha, do'stlar, endi bu yog'i juda ham ajoyib bo'ladi. Albatta kuzatishdan to'xtamanglar do'stlar. Sizlar albatta videoga like bosib qo'ysanglar, undan ham xursand bo'lar edim.